Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi hovli ko'rganga o'tdik. Yunusobod tumani Business Center Hightown. O'shaning orqa tarafdagi mahallada joylashgan. Mana bu 3 sotuvlik hovlimiz tayyor bo'lib sotuvga chiqmoqda. Xullas kalon. O'zini vodopadi bor, zeleniy zonasi mavjud. Terrasasiga bitta nazar soling, bitta mashina bemalol kiradi. Tashqarida yana parkovka ko'rishingiz mumkin. В целом mahalla вообще doda mahalla. Mana bu yerda уличный sanuzel. Ну и естественно, mana bu fasadimizga bitta nazar soling, go'zal, вообще asal fasad. Qarang, белоснежный такой, подсветкалар ham mavjud. Mana bu oynalarga bitta qarang, katta такой oynalar, panoramlik. Xullas, ichkariga bitta marhamat kirilichi. Tak вот, mana shu yerdan kirdik. Mana bu yerda oyoq kiyimlaringizni taxlab qo'yasizlar, shkaf qo'yasizlar, qulay bo'ladi kirishga. Mana bu bizning гостевой холлimiz. В принципе, такой просторный, qarang. Oynalar вообще panoramli bo'lib yotibdi-yu. Mana bu yerda kuxnyamiz. Mana bu yerda ham panoramli oynalar. Mana bu yerda eshik ham bor, выход qilsa bo'ladi в целом. Так, hovlimiz endi bitta 600 kvadrat. Tasavvur qiling, 600 kvadrat. Zalga bitta nazar soling, zalni ko'ring. Kattaligini. Kim mana shunaqa zal xohlagan bo'lsa, bor, sizga yoqadi. Mana bu yerda отдельный chiqishi ham bor. Zaldan сразу chiqsangiz bo'ladi. Kстати, отопление, ko'rganingizdek radiator va теплый pollari mavjud. Sanuzellarni qo'yishmagan, agar o'zlaringiz qo'ymoqchi bo'lsalaringiz qo'ysalaringiz bo'ladi yoki qo'yib berishadi. Mana bu yerda освещение yo'q hali. Bitta гостевой sanuzelimiz edi. Mana bu birinchi xonadagi bitta spalnya. Ota-onalar uchun yoki mehmonlar uchun. Bitta katta yoqqan tarafi menga mana bu yerda mana shunaqa qulaygina balkonchasi bor. Ham yorug'lik tushadi, ham отдельный chiqsa ham bo'ladi. Tak. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz sizlar bilan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishni boshlaymiz. Такой приятный zinalar. Xullas, ikkinchi qavatga chiqqanimiz bilan bitta общий sanuzelimiz, yana xuddi shunaqa planirovkadagi bitta spalnya, har doimgidek o'zini balkoni bilan. Вообще manzara go'zal, qo'shnilaringiz ham takoy zo'r. Hovlilar qurishyapti. Bu bizning birinchi xonamiz edi. Mana bu yerda ikkinchi xonamiz. Детский qilib ishlasalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda uchinchi xonamiz. Mana bu yoqqan xona mana shu bo'ldi demanga. To'g'risini aytsam, ashi zo'r. Bitta nazar soling bunga, chiqishlariga buni. Qarang, shunaqa terrasangiz bor sizning. Terrasadan chiqib, mana bu quriladigan novostroykalarga bitta nazar solsangiz ham bo'ladi. Вообще такой chiroyligina. Qo'shnilaringizga qarang. Hammasi yangi. Mahalla takoy zo'r. Hamma yangi qo'shnilar. Mana bu yerda ham qurishyapti takoy hovli. Katta, high-tech sifatda. Xullas, mahalla yoqadi sizga. Mana bu terrasadan o'zini hovlingizga qarab tursangiz ham bo'ladi. Mana shu spalyalarga ashi juda ham yoqdi menga. Shunaqa spalnya bo'lsa sizda mazza qilasiz, ertalablar chiqib. Mana bu esa родительский спальная комната, master bedroom. O'zini sanuzeli bilan, garderobi bilan, mana bu panoramli oynalari bilan va mana bu yerdan balkonga chiqasiz. Balkondan mazza qilib ertalablar turib hayotda yashagizga ketadi. Bola chaqangiz bilan mana shu hovlida turib, xo'ja aka. Xullas kalon. Ikkinchi qavatda 4 ta spalnya, bitta общий sanuzel, bitta master bedroom aytgancha bizani mansardamiz ham bor. Mansardaga chiqqanimiz bilan mana shunaqa katta planirovka bizdan kutib oladi. Ikkita xonaga mansarda детский игровой zona qilsangiz bo'ladi. Mana bitta sanuzel, garderob, mana bu yerda ikkinchi bo'lingan joyimiz. Qarang, juda ham qulaygina-da. Xohlasangiz zona отдыха, kinozal ham qilsangiz bo'ladi kelajakda. Mansardada ham shunaqa vid ochiladi takoy. Qarang. Ketgisi kelmaydi bu mahallada. Tak, uyni barakasi bor deyshadi-yu. Qarang, kaftar ham o'tiribdi mana bu yerda eshigini. Spesialni ochib qo'ydim, chiqib ketsin deb. Chiqmaydi ham bu. Bu uydan даже kaftarni chiqsa ham kelmaydi. Ha, endi eng qiziq joyga keldik. Podvalga tushganimiz bilan
hammam turetskiy va mazza qilasiz boru mana shu joyiga. Va mana shu hovlini olsangiz mazza qilib yashaysiz boru. Narxi ham qimmat emas. Narxi arziydigan narx qo'yilgan. Narxni oxirrog'ida aytaman. Mana bu spa zona S. Mazza qilib suzib yurasiz. Do konca полный bitirib berishadi. Endi tugatishdi. Tak, mana bu yerda холодный xonamiz. Oynalarni ko'rib olsang, kattaligini. Podvaldan отдельный выход ham bor aytgancha. Mana bu kladovka. Mana bu yerda esa bizani yuragimiz, jigarimiz, oshqozonimiz. Xullas kalom. Paumu qilishgan. Mabodaki suv to'lsa, mana bu yerdan chiqib ketmaydi. Paumu qilishgan. Xullas двухконтурный котелdan ikkita. Mana bu yerda отдельный выход. Yoqdimi hovli sizlarga? Mana bunga qarang. Такой toshchalarni ham yig'ib qo'yishibdi pasetkalar bilan, Aka-ukalar, narxiga keladigan bo'lsak, 550 ming startoviy narx egalari tomonidan qo'yilyapti. 600 kvadrat, 5 ta spalniy, bitta zal, bitta hol, 5 ta sanuzel, basseyn, hammamlari bilan, terasalari bilan Yunusobodni zo'r spalniy rayonlaridan Hightown торговый sentrni prям orqa tarafida joylashgan mana shu hovlimiz. Yoqqan bo'lsa, like bosing, sotmoqchi bo'lsangiz bitta telefon qilib ko'rishga marhamat, aka.